Chunki har bir jon o'limni totadi. Va sen shu holatda kafanga o'ralganingda qayerda qoladi sening puling? Qayerda sening martabang? Qayerda oilang? Qayerda ish joying? Mashinang, uying? Qayerda o'zing zo'rlagan odamlar? Qayerda odamlarga bergan qarzlaring? Qayerda to'lamagan qarzlaring? Qayerda bu dunyodagi yuguring? Hammasi odamlar oldidagi kamchiliklaring va qarzlaringdan qochib yurishing uchun. Ey birodarlarim va opa-singillarim, agar siz shu bosqichga yetib kelsangiz, bu asl haqiqatdir. Sen bu dunyoga hech narsasiz kelding, ko'p narsalarni yig'ding. Ba'zilar boshqalardan ko'proq, lekin oxir-oqibat hammasini qoldirib, faqat 3 ta oq mato bilan ketasan.